Assalomu alaykum, hurmatli 3-sinfning a'lochi o'quvchilari. Bugungi mavzumiz 134-mavzu to'plamlar birlashmasi degan mavzuni birgalikda ko'rib chiqamiz. Mavzuni boshlashdan oldin men sizga bir eslatma qilmoqchiman. Bu mavzularni chiqarishimizdan maqsad sizlarni ko'chirib soxta baho olishingiz uchun emas. Bu mavzularni mukammal tushunib, o'sha orqali bilimingizni kuchaytirishingizni niyat qilganmiz. Endi bizni ishlarimizni ham qadrlang va o'zingizning vaqtingizni ham qadrlang. Bu yolg'ondan baho olmang. Demak, mavzuni boshlaymiz. To'plam birlashmasi. Endi to'plam birlashmasini tushunib olishingiz uchun oldin misol uchun tasavvur qiling, ikkita to'plam bor. Ikkita to'plam. Buni elementlari 7, 8, 10, 20, 30. Mana ikkalasi kiradigan elementlar bo'lsin. Bunga juft sonlar qo'yamiz. 6, 8 misol uchun 12, 14, 16, 18 misol uchun. Endi bunda yaxlit sonlar 40 bo'ladi, 50 bo'lsin, 60, 70, 80, 90. Endi mana bu A to'plam, mana bu esa B to'plam. Endi ikkalasining birlashmasi deb A to'plam va B to'plamining birlashmasi mana bunaqa belgi bilan belgilanadi. O'tgan safar kesishmani teskarisi bu. A va B to'plamining birlashmasi deb birinchi o'rinda A dagi barcha element yozib olaman. Demak, 6, 8, 12, 10, 14, 16, 18, 20, 20 dan keyin bizlarda 30 bor ekan. 30 deb yozganimdan keyin mana bu yerda sanamayman. B to'plam sanayotganimda bu joy sanamay ketaman degan 40, 50, 60, 70, 80 va 90 ni oldim. Endi nimaga bunday qildim? Sababi to'plamni birlashmasida birinchi to'plamdagi barcha elementni va ikkinchi to'plamdagi ikkalasi kesishmaydigan joydagi elementlar barchasini olamiz degan. Endi bu yerda birinchi rasmga qarasangiz, rasmda nechta qiz bir xil yubka kiygan, rasmda nechta qiz bir xil kurtka kiygan, rasmda nechta qiz tasvirlangan deyapti. Bu yerda 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta qiz tasvirlangan ekan. Endi mana bu qizlar nimasi bilan bu yerda e'tibor qilamiz. Bu yerda bir xil kurtka kiygan. Mana bir xil kurtka kiyganlar 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 kishi ekan. Birinchi savolga javob 4 ta. Bir xil kurtka kiygan, bir xil yubka kiygan qizlar 1 ta, 2 ta, 3 ta. 3 ta ekan, bir xil yubka kiyganlar. Endi bizda nimalar qoldi? Nechta qiz tasvirlangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta qiz tasvirlangan. 6 ta. Endi mana qoidaga keldik. A va B to'plamlarining barcha elementlari birgalikda to'plamlar birlashmasi hosil qiladi. Birlashma mana shu belgi bilan belgilanadi, yozilgan. A birlashma B, A va to'plamlar birlashmasi maniki. Endi yashil to'plamlar, yashil shakllar, mana shakllar beryapti. B to'plam to'g'ri burchaklar. Mana to'g'ri burchaklarni beryapti. Ikkalasi birlashib qolgan joy mana bu yer. Endi ikkinchi misolga qaraymiz. A yirtqich hayvonlar to'plami, B o'txo'r hayvonlar to'plami. A va B to'plamiga qanday hayvonlar kiradi? Yirtqich hayvonlar va o'txo'r hayvonlar. Endi A va birlashma B qanday umumiy so'z bilan atash mumkin? Masalan, yirtqich hayvonlar desak, mana uni A to'plami yirtqich hayvonlar. Blar o'txo'r hayvonlar. Bular o'txo'r hayvonlar. Endi yirtqich hayvonlar ham o't yeyishi mumkin. O'sha o't yeydiganlar mana bu ichkariga kiradi. Hayvonlar kiradi, ham o't yeydigan, ham mana bu yerga nima hayvonlar? Go'sht yeydiganlar kirar ekan. Endi mana bu yerga bitta narsaga qaraymiz. A to'plam bilan mana bu A bilan B ning nimasi? Kesishmasi. Endi hamma joyi belgilangan joyi esa mana bu yerda mana bu yerlar hamma joy bo'yalib ketayotgan joyi A bilan B ning kesishmasi bo'ladi. Buni menimcha sud emizuvchilar asosan kirish mumkin. Davom etamiz. Keyingi misol. Daftaringizga A va bu yerda ikkinchi misol bor ekan. Ikkita A va B to'plami uchun Euler birlashmasi va kesishmasini toping. Ushbu to'plamlar uchun Euler-Venn diagrammasini tuzing. Birinchi o'rinda bir xillarni belgilab chiqaman. 12 ni ko'ryapman bir xil.
keyin 6 bor ekan. Menimcha boshqa yo'q. Mana birinchi to'plam va ikkinchi to'plam chizdim. Bu yerga 2, 4, 8, 10 yozdim. Mana bu yerga 6 bilan 12. Chunki ikkalasida ham bor. 3, 9, 15. Endi birinchi o'rin kesishmasi. A va B ning kesishmasi. A va B ning kesishmasi 6 va 12 bo'lar ekan. Endi A va B ning birlashmasi 2, 4, 8, 6, 10, 12, 3, 9 va 15. Endi 2 marta mana bu 6 bilan 2 ikkita to'plam kirsa ham 2 marta olmadim, chunki 2 marta olinmaydi birlashmasida. Daftaringizga AB to'plamlar diagrammalarini qayta chizing, ularning birlashish sohasini bo'yang. Birlashgan sohasi mana. Bittasini bo'yab beraman, qolganini hammasini o'zingiz bo'yaysiz mana. Shu orqali bo'yab qo'ysak bo'ldi. Birlashgan joyi bu. Kesishmasin demayapti, birlashmasin degan. 5. Musiqa va kitobxonlik tanlovlarida ishtirok etuvchi majlislar zalida yig'ildi. Musiqa tanlovida 10 kishi, kitobxonlar tanlovida esa 17 kishi ishtirok etadi. Agar 8 kishi bir vaqtda ikkita musobaqada ishtirok etish ma'lum bo'lsa, majlislar zalida nechta kishi yig'ilgan? 10 ga qo'shaman 17 ni. 27 bo'ldi. 27 dan ayiraman 8 ni. Nimaga 8 dan ayiraman? 8 kishi 2 marta sanalib ketgan. Demak, bu yerda nima bo'ladi? 19 kishi qatnashgan ekan. 19 kishi. Keyingi misolga o'tamiz. Tuzing va ularni hisoblang. Ko'rgazmada 3 ta birinchi sinf, 2 ta ikkinchi sinf, 4 ta 3-chi sinf va 3 ta 4-chi sinf ishtirok etadi. Har bir sinfdan 3 tadan qo'lda yasalgan buyum keltirildi. Ko'rgazmaga jami nechta qo'lda yasalgan buyum olib kelingan? Har bir sinf 3 tadan qo'lda yasalgan. Har bir sinf degani uchun bu yerda bizlarda birinchi sinf bor, birinchi sinf, ikkinchi sinf, 3-chi va 4-chi sinflar. Har birida 3 tadan bo'lgandan keyin 4 ko'paygan 13 bo'ladi, keyin jami 12 ta bo'ladi. Tanlovda har bir ishtirokchiga so'zga chiqishi uchun 8 minut rejalashtirilgan. 2 soat ichida nechta ishtirokchi so'zga chiqishga ulguradi? Mana birinchi sinflardan 3 ta edi, ikkinchi sinflardan 2 ta, 3-chi sinfdan 4 ta va 4-chi sinfdan 3 ta. Hammasini qo'shganimda 5, 9, 12 kishi. 12 ko'paytirilgan 8. 12 ni 8 ko'paytirsam 96 bo'lar ekan. 2 soat ichida nechta ishtirokchi so'zga chiqishga ulguradi? Hammasi ulguradi. Desa, rasm tanlovida 25 nafar o'quvchining har biri 4 tadan qalin va 5 tadan yupqa varaq tayyorlab qo'yilgan. Yupqa varaqlar qalin varaqlardan qancha ko'pligini ayting, deyapti. Endi 25 ko'paytirilgan 5 dan ayir deyapti. 25 ko'paytirilgan 4 ni deyapti. 125 minusdan nima bo'ladi? Bu 100 bo'ladi. Demak, 25 dona ko'p ekan. Keyingi misolimiz, agar 27 qatnashchining faqat 3 dan biri so'zga chiqqan bo'lsa, yana necha qatnashchi so'zga chiqishi kutilmoqda? 27 ko'paytirilgan 3 ga bo'lamizdan 1 ga ko'paytiramiz deyapti. 27 dan 3 ga bo'lsam 9 ko'paygan 1 javob 9 chiqadi. 9 kishi so'zga chiqibdi. 27 dan ayiraman 9 ni. Demak, 18. Yana 18 kishi so'zga chiqishi kutilmoqda ekan. Keyingi betga o'tamiz. Tengliklar to'g'ri bo'lishi uchun katakchalar o'rniga qanday sonlar bo'lishi kerak? Qanday tengsizliklarning bir necha yechimi borligini topish mumkin? Men sizga yana bir yerda eslatma qilaman. Barcha misolda ishlab bermayman. O'zingiz iloji boricha ko'proq misol ishlashingiz kerak. Mana bu yerda birinchisini ishlab beraman. 37 bo'ladi. Sababi mana bu yerga 37 bo'ladi, chunki 25 ga 37 ni qo'shganim 37 ga 25 ni qo'shganimga teng. Mana bu yerga 1 bo'ladi. Mana bu yerga 303 bo'ladi. Endi mana bunga bir nechta yechim bo'lishi mumkin. Mana bu yerga 1 qo'ysam bu tomon ham 1 bo'ladi. 7 qo'ysam bu tomon ham 7 bo'ladi. 10 qo'ysam bu tomon ham 10 bo'ladi. Cheksiz. Ikki tomonga bir xil sonni qo'yaverish mumkin. Mana bu yerga 124 bitta yechim. Mana bu yerga 1. Qolganini o'zlaringiz ishlaysiz. Keyingi misol 8-misolda ishtirokchilar xalqaro musobaqada ushbu medallarni qo'lga kiritishdi. Kumush medalim 2-o'rin 12 ta ekan. Bronza, ya'ni 3-medal undan 2 marta ko'p. Demak, 12 ko'paytirilgan 2. 24 ta medal ekan. Mana bu medaldan 24 ta ekan. Endi kumush va bronza medallar birgalikda qancha bo'lsa, shuncha 4 marta kam deyapti. Demak, 24 ga qo'shaman 12 ni.
Bu 36 ta ekan. Jami 36 ta ekan. 4 marta kam bo'lgandan keyin 36 ni bo'laman 4 ga. Javob 9 ta oltin medal bor ekan. Keyingi misol 9-misol. A to'plamida 5 ta, B to'plamida 7 ta. A, B to'plamlarida esa 3 ta element mavjud. Mana bu kesishmasida 3 ta, birlashma to'plamda nechta element o'z ichiga oladi? Mana ikkita chizma chizaman. Misol uchun 5 ga bo'linadigan sonlar va 3 ga bo'linadigan sonlar yozmoqchiman. 10, 15, misol uchun mana bu yerda yana 30 bo'lsin, 45 bo'lsin. Masalan, jami 5 ta bo'lishi kerak, yana 2 ta element qo'yaman, bo'ldi. Bu yerga 50 qo'yaman. Bu yerga 7 ta element bo'lsa, 3 ta bo'lsa, yana necha qo'yishim mumkin? 18 qo'yaman, 21 qo'yaman, 27, 33 qo'yishim mumkin. 4 ta bo'ldi. Mana bu 7 ta bo'ldi jami. Endi mana bu yerga yozib qo'yaman. A to'plamining elementlari 10, 50, 15, 30, 45. Endi B to'plamining elementlarini ham yozaman. B to'plamining elementlari 15, 30, 45, 33, 18, 21, 27. Endi ikkalasining kesishmasi A bilan B'ning kesishmasi. Bu bizlarda 15, 30 va 45 bo'ladi. Demak, mana bu joyda olyapman. Mana bu joyda. Endi birlashmasi. A va B'ning birlashmasi qanday bo'ladi? A va B'ning birlashmasi A to'plamidagi barcha elementni yozaman. 10, 50, 15, 30 va 45. Endi mana bu yerda qolib ketgan elementlar 33, 21, 27. Endi elementlar sanayman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta element bor ekan. Mana bu yerda bitta 18 ham qolib ketdi. 18. 9 ta element bor ekan, jami 9 ta. Davom etamiz keyingi misolda. Keyingi misol men sizga ishlab bermayman, sizga tartibini yozib beraman. O'sha orqali o'zingiz ishlaysiz. Mana birinchi ish bu. Keyin mana bu ikkinchi ish. Endi undan keyingisi mana bu uchinchi ish, bu to'rtinchi ish. Endi bizlarda mana bu 5-ish bo'ladi. Mana bu 6-ish bo'ladi. Shu orqali so'zni topishingiz mumkin. 11-misol. Tanlovda har bir ishtirokchi kamida bitta mantiqiy masalani yechdi. 18 nafar ishtirokchi kubik haqidagi 16 nafar ishtirokchi robotlar haqidagi mantiqiy masalani yechdi. 8 nafar ishtirokchi esa ikkala masalani yechdi. Tanlovda nechta nafar ishtirokchi qatnashgan deyapti. Endi har bir ishtirokchi kamida bitta masala yechgandan keyin 18 ga qo'shaman, birinchi 16 ni. Qo'shganimda bu jami 34 dona bo'ladi. 8 nafar ishtirokchi ikkala masalani yechdi. Demak, 34 dan men ayiraman 8 ni. Demak, bu 26 ta bola, 26 nafar bola ikkita masalani 26 bola qatnashgan. Bizlarda nechta bola ikkitasini yechgan deganda 8 tasi ikkita masalani yechgan ekan. Shu bilan bugungi mavzumiz tugadi. Sizlarga yana bir eslatma qilaman. Iloji boricha bu misollarni o'zingiz qaytadan ishlang. Faqat men ishlaganini ko'rib, ko'chirib olib, ustozingizni aldab baho olmang. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.